kursdoshlar. Men Tursumatova Shohsinam Murod qizi Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining 2-kurs talabasiman. Raqamli ta'rif fanidan berilgan vazifani bajarish uchun Jizzax viloyati Zomin tumani Eshkol qishlog'ida joylashgan Hazroti masjidiga tashrif buyurdim. Bu masjidni o'rganish davomida men sizlarga butun bir qishlog'imizni va uni joylashgan ikkita ziyoratgoh haqida ma'lumotlar berib o'taman. Birinchi bo'lib biz qishloqni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, qishlog'imiz to'rt tomonni tog'ning o'rtasida joylashgan bo'lib, chap tomonimizda Tojikiston bilan chegara o'tgan, o'ng tomonimizda esa butun O'zbekistonga mashhur bo'lgan Zomin sanatoriyasi joylashgan. Bizda ko'pchilik Zomin sanatoriyasiga tashrif buyuradigan paytda xarita bilan ishlash orqali bizning qishlog'imizga kelib qoladi. Lekin Zomin sanatoriyasi bizning qishlog'imizga teskari joylashganligi sababi bu yerdan Zomin sanatoriyasiga o'tib qolishning iloji yo'q. Shuning uchun Zominga tashrif buyurayotgan paytingiz xarita bilan emas, balki yo'lda uchragan insonlar bilan manzilni qayerda joylashganligini bilib olganingiz ma'qulroq deb aytaman. Chunki biz bu tomonimizda Tojikiston bilan chegara joylashgan bo'lsa, bu tomonimizda sanatoriya joylashgan. Mazkur masjid 1980-yillarda mahalla ahlining birlashuvi, mehr-oqibati va fidoyiligi natijasida hashar yo'li bilan bunyod etilgan. Bu maskan o'sha davrdanoq nafaqat ibodat joyi, balki odamlarni birlashtiruvchi muqaddas makon sifatida xizmat qilib kelmoqda. 2000-yillarga kelib, masjid davlat tomonidan ta'mirlanib, uning qiyofasi va sharoitlari yanada yaxshilangan. Bugungi kunda esa masjidni obodonlashtirish va ta'mirlash ishlari ehson qilingan mablag'lar hisobida amalga oshirilmoqda. Bu esa yurtimizda savobli ishlar va xayr-ehson an'analari hanuz davom etib kelayotganidan dalolat beradi. Masjid hududida keng fayzli bog', yoz oylarida jamoat uchun xizmat qiladigan yozgi supa, shuningdek sovuq mavsumlar uchun mo'ljallangan qishki mehmonxona mavjud. Bundan tashqari masjidga ehson sifatida olib kelingan jonivorlar so'yilib, sho'rva taomlar tayyorlanadigan oshxona ham faoliyat yuritadi. Ushbu maskan nafaqat ibodat, balki mehr-oqibat, saxovat, hamjihatlik ramzi bo'lib kelmoqda. Bizning keyingi manzilimiz bu Beshkuva qishlog'ida joylashgan Said Burxon ota maqbarasidir. Bu maqbarani biz hozir sizlarga video orqali tasvirlab ko'rsatib beraman. Ushbu muqaddas ziyoratgoh hududida O'rta Osiyoga Mo'g'ullar bosqini davrida shahid bo'lgan, bir darajasiga yetgan zot Qilichburxon otaning muborak qabri joylashgan. Ziyoratgoh 12-13 asrlarga mansub bo'lib, asrlar davomida o'z muqaddasligini yo'qotmagan holda saqlanib kelmoqda. Eng hayratlanarli jihati shundaki, Qilichburxon ota qabri 12 metrdan ziyod uzunlikka ega. Bu esa ziyoratchilarni katta qiziqish va ehtirom uyg'otadi. Bu maskanga keluvchilar faqatgina tarixiy ekskursiya maqsadida emas, balki shu yerda yotgan birning ruhi qo'llasin, duolari ijobat bo'lsin degan umid bilan tashrif buyuradi. Bu yerga tuzalmas dardga chalinganlar, farzand ko'rishni orzu qilgan befarzandlar katta ishonch va ixlos bilan kelib ibodat qiladilar. Ular Allohning qudrati cheksiz ekaniga yana bir bor iymon keltirib, qalblarida umid va taskin bilan ortga qaytadilar. Ziyoratgoh 2013-yilda qayta ta'mirlanib, bugungi kunda ziyoratchilar uchun munosib sharoit yaratilgan. Ushbu maskan faqat tarixiy yodgorlik, balki inson qalbini poklaydigan sabr, umid, iymonni mustahkamlaydigan muqaddas dargohdir. Kursdoshlar, mana bugun men hozir Beshkuva qishlog'ida istiqomat qiluvchi Tursumat otadan, ya'ni o'zimni dadamni otasidan intervyu olishga keldim. Bu kishi bizga shu Beshkuva qishlog'ining ziyoratgohlari va masjidi haqida to'liq ma'lumot beradi. Men video davomida otamga savollar berib o'taman va u otam savollariga javob berib, bizning Beshkuvamizni tarixini obdon sizga tushuntirib o'tadi. Xo'p, men sizga birinchi beradigan savolim, Beshkuva qishlog'ida joylashgan ziyoratgohlar qanday vujudga kelgan va qaysi paytda? Ota. Bizning qishlog'imizdagi joylashgan ziyoratgohlardan ikkita ziyoratgoh mavjud. Bu ziyoratgohlarimiz biri Qilichburxon, biri Xo'jaburxon deb ataladi.
Demak, Qilichburxon va Xo'jaburxon avliyolar. Eshitishimizcha, bu kishilar, bu avliyolar aka uka bo'lgan. Ikkalasi ikki joyga joylashgan. Mana bittasi tepalikdan joylashgan. Bu tepalikda joylashgan avliyamiz Xo'jaburxon avliyo deb ataladi. Tepalik qo'lda yasalgan, odamlarning mehnati bilan tuproqdan uyilib, baland holatga keltirilgan va u kishining mayitlari mana shu tepalikka qo'yilgan. Bu yer ziyoratgoh joy, juda ehtiromli joy. Qadamjolar, avliyoga ziyoratga keladiganlar juda ko'plab joylardan, hatto O'rta Osiyoning barcha respublikalaridan mana shu avliyolarimizni ziyorat qilish uchun qadam ranjida qiladi. Ikkinchi avliyamiz sal yoniga joylashgan, Qilichburxon deb ataladi. U avliyo ham bu avliyo bilan teng mavqega ega. Har ikkalasiga ham ziyoratgohlar birday ziyorat qiladi. Ziyoratgohga kiritilgandan keyin ziyoratgohlarimizning obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish uchun juda katta e'tibor qaratildi va har ikkala ziyoratgoh ham qaytadan ta'mirlanib, zamonaviy bir tusga keltirib, ko'kalamzorlashtirildi, obodonlashtirildi va ajoyib bir maskanlarga aylantirildi. Xo'sh, endi bizga aytingchi, nima uchun aynan bu ziyoratgohdagi qabrlar boshqa ziyoratgohdagi qabrlardan farq qiladi? Biz ko'rishimiz mumkinki, bu qabrlarning bo'yi 8 metr, ikkinchisi esa 12 metr. Buni sababini siz nima bilan izohlab bera olasiz? Har ikkalasining ham qabrlari bizni juda hayratga soladi. Biz ota-bobolarimizdan eshitganimizcha, bu qabrlarning uzunligi o'sha avliyolarning bir qadamining uzunligi deb ataladi. Ayrim manbalarda esa bo'yi shu qabrga teng bo'lgan deb tushuntiriladi. Ana shunday fikrlar mavjud, lekin aniq qaysi biri to'g'ri ekanligini biz We met at the spot on the beach. 6'3" was looking at me, eyes as blue as the waters right behind him. I could feel he was looking at me. I could feel this intense energy. Surely enough, we were both struck by the lightning. I wish I could take him home with me. He'd look good under California trees when we danced to his foreign melody. Bodies in time, that's when he said to me, Ma chérie,